Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Siz bilan Jafar Gasov va bugungi obzorimizda O'zbekistonda yangilangan Chevrolet Cobalt'ni obzorini qilamiz. Ikkita pozitsiyada Style va Midnight. Qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, hammasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz va sizga ko'rsatamiz. Sizga yaxshi kayfiyat, videoni oxirigacha ko'ring, chunki foydali ma'lumot ko'p bo'ladi. Obzorni boshlaymiz. Заряжаю магазин, молится мама, пока все спят. На нас доставали наши, но не осталось, знают, не жаль. Я заряжаю. Do'stlar, qiziqarli ma'lumot. O'zbekistonda 25-yilda Cobalt yanvar oyidan sentyabrgacha 95.362 ta sotilgan. Birinchi Midnight'dan boshlaymiz. Kalitda o'zgarishlar yo'q. O'sha ochadigan, yopadigan, bagaj ochadigan tugmasi, o'sha kalit. Midnight'da yondagi oynasi, diskasi, farasi, oldi reshotkasi hammasi to'liq qora qilingan. Bitta rangiga ahamiyat berasiz. Necha baho berasiz bu yangi rangda? Do'stlar, o'zi asosiy o'zgarishlari salonda bo'lgan, shu uchun birdan salonga o'tamiz. O'tiramiz. Do'stlar, agar siz niyat qilgan bo'lsangiz, albatta niyatingizga erishing. Xo'p, o'tirishimizda birdan nimani ko'rishimiz mumkin? Multirol bo'lgan, bu yerda tugmalar paydo bo'lgan. Bu tugmalar hammasi birinchisi bu yerda cruise control, bu yerda dovushni baland va past qiladigan hamma qulayliklar sizda mana bir joyda bo'lyapti. Past tarafi, yon taraflarini qora rangda qilingan. Mana shu yangilangan Cobalt'ni salon joy bo'ladi. Asosiy o'zgarish tabloda bo'lgan. Bitta buni ko'rib chiqamiz. Dizayni Tracker 1 tablosiga juda o'xshatilgan, lekin bu boshqacha. Bitta ko'ramiz. Marhamat, yangi tablo. Yangilangan Cobalt salonda birdan zavoddan monitor bilan chiqadi. Qiziqarli qora ramkada. Bu yerda bizda o'ng tomonda tugmalari oldinga, orqaga va mana shu tugmani bossak, almashtiradigan mana shunaqa joy bo'ladi va dovushni baland va past qiladigan tugmasi. Marhamat. Bu yerda bizda audio sistema ko'rishimiz mumkin. Davom etamiz, bitta uy tugmasini bosamiz, chiqadi telefon. Qaytib kelamiz bu yerda nastroyki. Bizda bu yerda Apple CarPlay bor, masalan, va Android Auto bor. Yaqinda boshqa prilojeniyani skachat qilib bo'lish mumkin. Imkoniyati berdi. Mana Cobalt yangi salonida bo'lgan monitori. Cobalt'ni yangisida endi zavoddan podograf sideniya bor. Pastimizda USB port joyini yonida ikkita tugma bor. Chap tarafda mana bu haydovchi uchun, yondagi yo'lovchi uchun mana podograf sideniyamiz bor, zavoddan chiqadi. Salgina qo'ygan joyi noqulay, teparoq bo'lsa, haydovchining komforti uchun boshqacha bo'lardi. Do'stlar, qiziqarlisi, Midnight saloni barcha joylarini qora rang bilan qilingan. Masalan, torpedasi bu yer polностью hamma joyini qora rang bilan qilingan. Midnight va Style Cobalt pozitsiyalari orasida katta o'zgarish bu Midnight saloni detallari, joylari hammasi qoraroq rangdan. Bu yerda hammasi yorqinroq. Asosiy va qiziqarli o'zgarishlari o'rindiqlarda ham bor. Midnight salonda to'liq koja, Style'da o'sha eskichasi. Bitta solishtiramiz, ko'rib chiqamiz. Midnight o'rindiqlari aytganidek mana shunaqa zavodskoy koja bilan chiqadi. Bitta ahamiyat berasiz. Marhamat. Style o'rindiqlari o'sha odatdagidek oldin qanday bo'lgan, ana shunday qolyapti. Do'stlar, Midnight Cobalt'da bo'lgan asosiy o'zgarishlarni ko'rsatdik. Endi Style'ga o'tamiz. Style pozitsiyasini tashqi ko'rinishiga ahamiyat bersangiz, katta o'zgarishlar yo'q. Oldin qanday edi, shunaqa qolgan. Asosiy o'zgarishlari salonda bo'lgan. Bitta buni ko'rib chiqamiz. Style saloniga o'tiramiz. Cobalt Style salonda biza o'zgarishlari aytganimdek multirul tugmalari mana shu yerda paydo bo'lgan. Bizda bu yerda tablo dizayni o'zgargan va bu yerda bizda monitor, pastda ikkita, bizda bu yerda sideniya podograf qo'shilgan. Bu yerda yana bitta farqi Midnight bilan, bu yerda salon torpedasi, eshiklari, hamma joylari yorqinroq, Midnightda qoraroq qilingan. Birdan sizga farqini ko'rsatish uchun Midnight saloniga o'tiramiz. Mana marhamat do'stlar, Midnight Cobalt saloniga bitta ahamiyat berasiz. Mana esa do'stlar, bu Cobalt Style salonni bitta ahamiyat berasizlar. Farqini sezdilaringizmi? Kommentariyada yozasizlar. 3-noyabr ertalab 10 dan boshlab bu ikkita mashinaga shartnoma ochiladi onlayn tarzda. Bu deganiki faqat onlayn xarid qilishingiz mumkin. Offline avtosalonga kelib faqat ko'rib ketishingiz mumkin. Qayerda? Samarqand shahri, Spitamen Shoh ko'chasi 157 avtosaloniga kelishingiz mumkin. To'liq informatsiya sizga beriladi. Orientir Opel GAI orqasida joylashgan
avtosalon. Bu yerda kelib, bundan tashqari boshqa turli xil avtomobillar, masalan, Equinox, Chevrolet Tracker, Onix, Damas hammasi bor. Kelib, bu yerda shartnoma qilib ketishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, Midnight Cobalt narxi 165 million. Cobalt Style narxi 156 million. 9 million farqi bo'lyapti. Nimaga 9 million farqi? Chunki Midnight Cobalt salonida bizda koja, diskalari va boshqa joylari qora rangda qilingan. Qanaqa bo'lyapti bu yerda do'stlar? Midnight Cobaltmi yo Style qaysini o'zi olish kerak savolga keladigan bo'lsak, sizdan bog'liq. Chunki sizga masalan eskicha Cobalt qanday oldingiz yoqishi mumkin. Agar sizga yangiroq kamgina tuning qilingan kojni salon qiziq bo'lsa, siz Midnight olishingiz mumkin va Midnightda bu yil ana shunaqa yangi rangda chiqqan. Sizni tanlovingizdan bog'liq. Bitta kelib ko'rib ketishingiz kerak. Sizga mabodo Midnight Cobalt yoqishi mumkin yoki Style tanlov sizdan. Obzorni yakunlaymiz do'stlar. Obzor yoqgan bo'lsa, bitta siz tarafingizdan like bosish esingizdan chiqmasin. Bizning kanalimizga Jafar Gasovga obuna bo'ling. Bizning Instagram akkauntimizga kirsangiz ko'proq qiziqarli ma'lumot va kontent bor. Mana Midnight Cobalt, Style. Sizni tanlovingiz qaysi bo'ladi? Style'mi yo Midnight Cobalt? Albatta kommentariyada yozib o'ting. Agar qanaqadir informatsiya biz aytmagan bo'lsak, siz kommentariyaga aytishingiz mumkin. Biz yaqinda buni yana sizga chiqarib beramiz. Jafar Gasov kanaliga xush kelibsiz. Xayr. Chega parada mais pra frente, 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 não para, não tente, segura, mas tá